Oldingi videolarimizda aytib o'tganimizdek, sifati juda ham zo'r, lekin narxi hamyonbop so'ragan mijozlarimiz uchun mana bu granulyatorlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Video davomida narxlarini, ishlatish tartibini aytib tushuntirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Qani boshladik unda biz. Mana bu granulyatorimiz 220 voltda uy sharoitida bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Soatiga 50 kilo, 60 kilogagacha bemalol granula ishlab chiqarib bera oladi. Ikkita rolikli bo'ladi. Undan tashqari 4 kilovatli mis obmotkali bo'ladi. Uy sharoitida bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Alyumin obmotka emas, voltmetrlarigacha bor. Korpuslari nihoyatda baquvvat, juda ham baquvvat ishlangan. Aytib o'tganimdek, soatiga bemalol 50 kilo, 60 kilogacha matritsaga qarab, misol uchun 8 li matritsa bo'lsa, 60 kilo, 70 kilogacha bemalol yem ishlab chiqarib bera oladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Eng arzon narxda yetkazib beramiz inshaalloh. Narxini bo'lsa 420 dollar qilib beramiz. Juda ham sifati zo'r, o'zi ham baquvvat bo'lgan bu granulyatorimiz. Undan keyingi granulyatorimiz bo'lsa, mana ko'rsating. 3 ta rolikli bo'ladi. Xuddi shu polvonchaning akasi hisoblanadi. Uy sharoitida 220 da bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Motoriga keladigan bo'lsak, motori 220 volt ishlaydi. Bularda ham voltmetrlari bor. Bu modelimiz narxini bo'lsa 5,5 kilovatli 3 ta rolikli modelimiz narxini 460 dollar qilib beramiz. Undan keyingi modelimiz bo'lsa, mana ko'rsating-da. 4 ta rolikli bo'ladi. Sifati juda ham zo'r, o'zi ham baquvvat bo'lgan model bu ham. Bu ham xuddi shunday 3 ta rolikliga o'xshab motori mis obmotkali bo'ladi 100%, 5,5 kilovatli bo'ladi. Mana bir ko'rsatib o'ting-da. 5,5 kilovatli mis obmotkali voltmetrlarigacha bor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 500 dollar qilib beramiz bu modelimizni. Undan keyingi modelimiz bo'lsa, mana bular. Xuddi shu modellarda mana 4 ta roliklisi, bu modelimiz bo'lsa 3 ta roliklisi bo'ladi. Sifati, ishlashi mana bu modellar bilan bir xil. O'tgan safargi videomizda ko'rsatib, granula ishlab chiqarib berganmiz. Mana bu modellarimizni ishlashi, granula chiqarishi bir xil. Faqat soatiga bu modellarimiz misol uchun puli qimmatroq, lekin o'sha 100 kilo, 150 kilogacha chiqaradi. Endi o'zini bularda start stoplari borligi uchun puli nisbatan qimmatroq, lekin xizmati xuddi shunaqa qiladigan, faqat nisbatan kamroq bo'lsa ham, masalan 50, 60 kilo, 70, 80 kilogacha chiqarsa ham siz mana bu modellarni olsangiz bo'ladi. Aytgancha bu modellarimiz, mana bu 4 ta rolikli modelimiz soatiga 80-90 kilogacha, 100 kilogacha xomashyo turiga qarab bemalol ishlab chiqarib bera oladi ham. Bundan tashqari mana bularni ko'rsating-da. Har xil matritsalarimiz hozir bu tarafda yana juda ham ko'p. Hozir 2-3 tani olib qo'yibmiz. Xo'p, har xil matritsalarimiz. Katta matritsa deysizmi, misol uchun 22 kilovatliga, 18,5 kilovatliga, 15 kilovatli, 11 kilovatliga, tovuqqa, quyonga, katta qora mollarga, otga deysizmi, farqi yo'q. Tovuq, baliq, nimaiki bo'lsa, matritsa har qanaqa matritsamiz bor o'zimizda, sotuvda mavjud, alohida sotuvda. Roliklari ham sotuvda mavjud. Bularda servisdan, ertaga zapchasidan muammo bo'lmaydi. Bular hammasi Xitoyda ishlab chiqarilgan 100% mis obmotkali modellar. Bularda tushuntirib o'tganimdek 220 volt ishlaydi. Undan keyin mana 380 volt ishlaydigan modelimiz bor. Mana bu 3 ta rolikli bo'ladi. Soatiga bemalol 200 kilo, 300 kilogacha yem ishlab chiqarib bera oladi. Bu modelimiz. Mana ko'rsating-da. Ularga endi voltmetr qo'ymagan, 380 volt ishlagani uchun 3 fazada ishlaydi. 11 kilovatli bo'ladi bu modelimiz. Narxini 1090 dollar qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab eng arzon narxlarda kelishilgan holda yetkazib beramiz inshaalloh, eng arzon narxlarda. Aytib o'tganimdek 200 kilo, 300 kilo chiqaradi soatiga. Bu ham xomashyo turiga qarab 350 kilogacha ham bo'lishi mumkin. Undan keyingi modelimiz bo'lsa, mana 4 ta rolikli bo'ladi. 18,5 kilovat bo'ladi. Roliklari ham juda ham baquvvat. Hammasini 220 da ishlaydiganda ham, bu 3 fazada ishlaydiganda ham, o'zi korpuslarini ham juda ham baquvvat ishlagan. Xitoyda ishlab chiqarilgan, o'sha zavodskiy mahsulot. O'zimizda qo'lda yasalmagan bular, adashtirib olmaysizlar. 18,5 kilovatli bo'ladi. Juda ham bahaybat. Narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, narxini 1380 dollar qilib beramiz. Inshaalloh eng arzon narxga yetkazib beramiz, kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab. Undan keyingi modelimiz bo'lsa, aytgancha bu modelimiz 250 kiloni 350 kilogacha bemalol ishlab chiqarib bera oladi. Bu ham xomashyo turiga qarab, matritsaga qarab 400 kilogacha ham chiqarish mumkin. 22 kilovatli bo'ladi, juda ham baquvvat, juda ham katta ishlangan. Mana ko'ring, 4 ta rolikli bo'ladi. 22 kilovatli, hali hech kim bunaqa arzon narxda bermagan. Narxini 1680 dollar qilib beramiz. Narxi bexijolat.
22 kilovatli bo'ladi. Soatiga 400 kilo, 500 kilo bemalol ishlab chiqarib bera oladi. Bu ham xuddi shunday 380 volt ishlaydi. Sifati juda ham zo'r. Juda ham baquvvat. Endi mana qarang-da. Men ularda ishlatib ko'rsatib, tushuntirib o'tganman, qanaqa yem chiqarishdi, nima qilishdi. Bundan oldingi videomizni o'sha sahifamizga kirib o'tib ko'rsalaring, hammasini masalan bu modelda ishlab chiqarib, ko'rsatib tushuntirib berganman granularni. Xuddi shu asnosida, xuddi shu tempda mana bu 220 da ishlaydigan modellarimiz ham bemalol yem ishlab chiqarib bera oladi. Faqat bular 70, 80, uzoqqa borsa 90, 100 kilogacha, ikkita roliklisi 50, 60 kilogacha bemalol ishlab chiqarib bera oladi. Bu 220 volt ishlaydigan modellar bo'lsa, bu nisbatan bularga qaraganda kattaroq bo'ladi. Shuni hisobiga soatiga 100-150 kilo ishlab chiqarib bera oladi. Videoni qisqaroq qildik. Bu undan oldingi modellarimizda 15-20 minutgacha tushuntirib o'tganmiz. Granular chiqarib mana shu modellarni bugun sizlarga ko'rsatib tushuntirib o'tdim. O'zbekiston bo'ylab eng arzon narxlarga yetkazib berish xizmati mavjud bizda. Bemalol aloqa chiqsalaring bo'ladi. Ekranlaringda yozilayotgan nomerlarga inshaalloh yetkazib beramiz eng arzon narxlarda. Yana lokatsiya tashing kelib bir ko'rsak bo'ladimi ishlatib degan mijozlarimiz uchun bemalol lokatsiyani tashab beramiz. Xohlagan modelingizni ishlatib, ko'rsatib, tushuntirib, granula chiqarib beramiz. Ma'qul kelsa olasiz, ma'qul kelmasa xijolatchiligi yo'q. Bemalol ishlatib, ko'rsatib, tushuntirib beramiz. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bundan keyingi videolarimizda ham bularni ishlatish tartibini, yana necha kilo yem ishlab chiqarib hammasini bir qator ishlatib, tushuntirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.